ozod qilish haqida ma'ruza qiling deding. Mani o'zimning qo'lim yo'q edi. Men ozgina pul jamg'ardim, pulimga qul oldim. Keyin buni ishlatib, keyin ozod qildim. Shundan keyin gapirganim uchun seni xo'jayiningga ta'sir qildi. O'zim qilmagan ishni qanday gapiraman degan ekanlar. Bu muhim narsa. Hasan al-Basri rahmatulloh alayhini oldilariga bir qul odam kelib, shu qulni ozod qilish haqida bir jumada gapirib qo'ysangiz, ajabmaski, meni xo'jam eshitib meni ozod qiyorsa. Bilasizlar, Hasan al-Basri rahmatulloh alayhi juda notiq bo'lganlar. Gapirganida odamning qalbiga yetib boradigan eng buyuk notiqlardan bo'lganlar. Hasan al-Basri rahmatulloh alayhi iltimos qilyaptiki, bir jumada bir gapirib bering, shu qulning ozod qilish to'g'risida gapiring deganlarida, xo'p debdilar. Oradan 3 juma o'tgandan keyin 3-jumada yoki 4-jumada chiqib juda bir fasohat bilan qulni ozod qilish haqida gapiribdilar. Haqiqatda haligi qulni xo'jayini o'tirganidan keyin chiqib uni ozod qilib yuboribdi. Oldilariga kelib aytibdiki, taqsir rahmat, siz tufayli men ozod bo'ldim. Lekin hayronman, sizni 3 juma kutdim, nega bunday qildingiz deganda, sen menga qulni ozod qilish haqida ma'ruza qiling deding. Mani o'zimning qo'lim yo'q edi. Men ozgina pul jamg'ardim, pulimga qul oldim. Keyin buni ishlatib, keyin ozod qildim. Shundan keyin gapirganim uchun seni xo'jayiningga ta'sir qildi. O'zim qilmagan ishni qanday gapiraman degan ekanlar. Bu muhim narsa. Shuning uchun o'zimiz amal qilmasdan turib gapirmasligimiz kerak. Bu bir tomondan ehtimol faqat domlalar uchun kerak deyotgan bo'lsak, bu xato aslida. Domlalar endi albatta birinchi navbatda ahli ilm bizga kerak. Gapirayotgan gapiga o'zi amal qilishligi lozim. Lozim va lobud. Bo'lmasa hozirgi Allohning oyatiga muvofiq Allohni eng g'azablantiradigan ish qilib qo'ygan bo'lamiz. Alloh bizni kechirsin, o'zi saqlasin. Ayniqsa bugun bolalarimiz, farzandlarimiz nega gapimizga kirmay qo'ydi? Nega aytganimizni qilmay qo'ydi deb hayron bo'layotgan bo'lsak, bolalarimizdan talab qilayotgan narsani o'zimiz qilyapmizmi, qilmayapmizmi, ana buni ko'rish kerak.